tushda tomoq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushda tomog'ini sog'u salomat va hech qanday og'riqsiz holda ko'rsa, omonatini topshirishi va qarzidan qutulishini bildiradi. Agar tomog'ida ranj va illati borligini ko'rsa, ta'biri aksinchadir. Tushida tomog'ini keng bo'lib qolganini ko'rsa, rizqi farovon bo'lishini, agar tor bo'lib qolganini ko'rsa, buning aksi bo'lishini bildiradi. Tush ko'ruvchi tushida tomog'ining soz va kuchli ekanini ko'rsa, omonatlarni yaxshi saqlashiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushida tomog'idan so'yganlarini ko'rsa, so'yuvchi unga zulm qilishiga yoki dini haqida ta'na urishiga dalildir. So'yish ravo bo'lmagan har qanday jonivorning bo'ynidan so'yganlarini ko'rsa, so'yuvchi odamlarga sitam qiluvchi odam ekaniga dalil bo'ladi. Tushida bir hayvonning tomog'idan so'yganini ko'rsa, og'ir ishga solishga dalildir. Agar hayvonni zarur bo'lgani sababli so'yganini va go'shtini yeganini ko'rsa, agar uning go'shti halol bo'lsa, halol mol topishi, agar go'shti harom bo'lsa, harom mol topishiga dalildir. Tushida birorta odamning tomog'idan so'yganini ko'rsa, o'sha odamga nisbatan adolatsizlik qilishi yoki diniga ta'na urishiga dalildir. Tushida kimnidir tomog'idan ushlaganini va bo'g'ib qo'yganini ko'rsa, ulug'lik va izzatdan judo bo'lishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi tomoq odamlar uchun kirim va chiqim qilishidir. Ismoil Ash'asning aytishicha, tushda tomoqni siqish mag'lub tomonning hayotida tanglik yuz berishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.